Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka, nima Aka qilasiz? yaxshimisiz? Ha, Telefonimiz bor edi sotiladigan. olamiz aka. iPhone 11 aka, aka. Rangi qizil aka. Nech pul deyapsiz aka buni? Uydagilar telefon edi aka. Shuni pul zarur bo'lib qolib sotadigan bo'lib qoldik. $250 bersangiz bo'ladi aka. Aka siz aytayotgan $250 bu telefonlar ancha qimmat aka. iPhone 11 rangi qizil. Aka $170 olib qolaman sizdan ma'qul kelsa. Aka 170 ga ozgina oz bo'lib qolibdi. Uyda svetimiz yo'q. Shunga svetga pul to'lash kerak. Uyga ozgina ko'mir olish kerak edi aka. Bunga iloji bo'lsa ozgina balandroq bering. Aka men siz to'g'ri tushundim. Telefoningizni olib qoladigan bo'ldim aka. Lekin hozir shu telefoningizga men bitta naqd beraman. Siz rozi bo'lishingiz kerak. Mayli aka. Bu $300 ko'p bu yerda. Albatta aka. Pul oshchasi bilan berdim. Hammamiz ham erkak kishimiz. Bir kun sizda, bir kun menda bo'ladi. Oila, bola chaqani vaqamizda ro'zg'or qilamiz, ko'chaga chiqyapmiz aka ishlagan. Aka, sizga berdim, hojatingiz chiqaring. Xudoyim menga bersin aka, men roziman. Qolganidan aka, topgan tutganingizda berarsiz, bermasangiz ham mayli. Rahmat aka. Rahmat. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin aka. Rahmat sizga.